Assalomu alaykum azizlar, mana shu ko'rib turgan panjaralar mana 2-2 profillardan uzukchalar taqilgan. Profillar stoykalari kesik 6x6 profillardan tayyorlangan, tepalari 40 lik turbadan. Kraskalar choka svetga sepib, laklar sepib qo'yilgan, mana yaltirashlar qo'yilgan, baho berib berishlar ishlarga. Sifatlari. Bu ham uстановkaga tayyor. Inshaalloh ertaga mo'ljallanyapti. Itta mana bu yerda ham mana perillalar tayyorlab qo'yilgan, milliy panjaralar. Buni soqqalariga e'tibor berasizlar. Mana katta iriklarni qo'yilgan. Mana oraliqlariga e'tibor beringlar. Bir xilda tushgan, bir xil standart. Rangi mokriy bo'lgan, mokriyni to'qrog'i bo'ldi. Mokriy hammer bo'lgan. Xohlasa buni ham o'rnatish jarayonlarini inshaalloh video syomka qilishga harakat qilamiz. Bundan tashqari yana tashqarida keyingi zakaz navislarimiz turibdi, uni ham ko'rsatib o'tamiz. Azizlar, mana ko'rib turibsizlar, mana navislarimiz tayyor. Xohlasa bo'yalyapti. Xohlasa ertadan ustanovkaga ketamiz. Navisimiz milliy ko'rinishda bo'lyapti. Buni ham lazerda listlar kesib olingan. Kech bo'lishiga qaramasdan video qilishga harakat qilyapman. Mana bu stoykalari mana katta kenglikda. Hammasi milliy uslubda bo'lyapti. Ular oldi tomoniga firmalari, xohlasa arkasi patroq, tepasiga sandwich panel qo'yiladi. Sandwich panelni qo'yilishi sababi hamma bilasizlar, issiqni saqlaydi, shovqinni yo'qotadi, umri uzoqroq narsa bo'lishligini hisobiga zakazchimiz sandwich panel qotirib berasizlar deydi. Xudo xolasa montajlarga olib boramiz, ko'rib ishlarni baho berib berasizlar. Sog' bo'linglar, kuzatishda davom etinglar. Obuna bo'lishni unutmanglar, layklar ayamay bosinglar.